Assalomu alaykum hurmatli dehqonlar. Bugun biz uzunchoq va silliq bodringlarni erta bahorda nav tanlash haqida gaplashamiz. Uzunchoq, ya'ni gladki bodringlarni tanlashda asosiy bu multi bodring navlarini tanlashimiz kerak. Sababi erta bahorda bular massaga kirishi va tezroq hosilga kirib, tezroq sotilishi uchun hosildorligi yuqori bo'lgan nav tanlashimiz birinchi ahamiyatga ega bo'ladi. Ikkinchi asosiy muhim xususiyatlardan biri bo'g'in orasini qisqaligi, ya'ni meva orasini qisqaligi. Uchinchi asosiy xususiyatlardan biri bu bachkilar. Ko'pgina bodring navlarida bachkilardan meva hosil olish murakkab, lekin asosiy o'sha tanlangan navlarda bachkilardan ham hosil olish bu muhim ahamiyatga ega bo'ladi. To'rtinchi xususiyatlardan biri bu bodringni serhosil multi navlarini tanlashda bu ildiz sistemasiga ham juda e'tibor berishimiz kerak. Sababi ildiz sistemasi baquvvat bo'lsa, bu multi sortlarimiz bemalol o'zini tanasidagi mevalarni qiynalmasdan boqish xususiyatiga ega bo'ladi. Uzunchoq bodringlarni ekishda dekabr-yanvar oylarida ekadigan dehqonlarga tavsiyamiz qishki mavsumda ekilishi kerak bo'lgan bodring ko'chatlarini issiqlik sistemasiga ham e'tiborli bo'lishimiz kerak. Bodringni tomchilatib sug'orishda ildiz tizimidan ozgina uzoqroqda joylashtirish kerak. Sababi ildiz chirib qolishi mumkin.